Assalomu alaykum. Demak, hozir biz 1 yilga bepul ChatGPT ni olishni ko'ramiz. Hop, biz qaysi ChatGPT planni olamiz? Bu yerda upgrade planga o'tsak, hozir bepul variantdaman. Go'si bor, plusi bor va prosi bor. Biz hozir Go'sini olamiz. Bu Go'ni 1 yilga ChatGPT Hindiston davlati uchun bepulga beradi. Okay. Buni qanday olamiz? Birinchi o'rinda biz Hindistonda emasligimiz uchun bizga Hindiston VPN kerak bo'ladi. Va yana ikkita sayt kerak bo'ladi. Buni hozir nima kerakligini ko'rsataman. Okay. Birinchi o'rinda Google'imizga shu Hindiston VPN ni o'rnatib olamiz. Ustanavitni bossam, hop, add extension qilaman. Hozir bu o'rnashi kerak. Bo'ldi. Hindiston VPN o'rnadi. Bu tomonga kirib ping qilib qo'ysam bo'ladi. Ping. Endi bundan chiqib ketamiz. Kerak emas. Hop, Hindiston VPN ga kiramizda agree ni bosib connect ni bossam, bizda mana Hindiston VPN ulandi. Bitta ChatGPT qaytadan kirib oraman. VPN yoqqandan keyin ulanish ozgina sekinroq bo'lishi mumkin. Endi bu yerda upgrade planga o'tsam, mana bu yerda hali Go'da turgan $5 0 ga tushib qoldi. 12 oy uchun tekin. Claim free offer bosamiz. Hop, bizda payopenai.com ga o'tib ketdi mana. Bu yerda Hindistonning valyutasi va 0 turibdi. Endi ikkinchisi random credit card degan sayt. Bu yerda opsiyadagi linkini qo'yib qo'ygan bo'laman. Bu nimaga kerak? Bu bizga hindistonlik, ya'ni Hindiston kartasini random generation qilib berish uchun kerak. Hop, bin degan joyiga mana shu raqamni yozamizda generate deb bosib qo'yaman. Hozir bu bizga generate qilib raqamlarni chiqarib beradi. Mana chiqarib berdi. Endi shu yerdan xohlagan bitta karta raqamimizni nusxa olamiz va bu yerda kartani tanlab bu joyga qo'yaman. Muddati 11/28 ekan. Bu yerga 11/28 ni kiritaman. Va CV kodi mana bu ekan. Shu muddat 943. Shu CV raqamga buni yozamiz. Endi card holder name, bu yerga farq yo'q, xohlagan ism familiyamizni yozib qo'ysak bo'ladi. Masalan, ChatGPT просто hacket. Emas. Просто GPT. Hop. Bu Hindiston turadi va mana bu yerga adres yozishimiz kerak. Haqiqiy adres uchun ikkinchi kirgan saytimni ishlatishim kerak bo'ladi. Hop, bu yerda Hindiston 6 turibdi. Generate qo'yamiz. Mana bizda Hindistonda 6 ta bepul adres chiqarib berdi. Hop. Nega bu qalam yuklayapti? Okay. Mana bu yerda shu yozuvni nusxa olamanda. Bu yerda adres degan joyga qo'ysak, qidiruv chiqib qolishi kerak hozir. Hop. Bo'ldi. Bitta adres yozib oldim va u o'tib ketdi. Buni hozir qabul qiladi. Yaxshi. Bu yerda summamiz hali ham umumiy 0. Endi bu yerga galochkani belgilab subscribe ustiga bosadigan bo'lsam, captcha tasdiqlang dedi. Captchani ustiga bosaman. Bo'ldi, captcha tasdiqlandi. Yana ozgina kutamiz. Bu yerda processing ketyapti. Undan keyin bizni ChatGPT ning sahifasiga o'tkazib yuboradi. Tasdiqlandi. Bu yerda loading ketyapti. Tak.
hozir loading tugagandan keyin ChatGPT'ni sayti ochilib bizga bildirishnoma chiqishi kerak. Agar chiqmasa yoki xatolik bersa yana qaytadan kirib sinab ko'rishimiz kerak bo'ladi. Hammasini qaytadan boshqa karta, boshqa adres bilan. Lekin 99% holatda bu narsa ishlaydi. Mana siz ChatGPT Go'ga obuna bo'ldingiz deb chiqdi. Endi 1 yil bemalol tekinga ChatGPT Go'ni ishlatsak bo'ladi.